Oy, ne verip geldiniz? Nimancıcık ne setip aldınız? Bayram kelyapti emasmi? Şoňa pişkin äskireklerini setip algan apamga apyrıp beray dep. Apаңızga aldınız, qaynapаңızga almadınız. Qaynapamgamy aldım, qaynapamga buningdan jiq gelip apyrıp bergen. Mening sizde bir kelinim bolgan bolsa nemdege yaxshi bolatdy? Hamma, men sizden bir qancha sual sorap bakay. Agar keliningiz tamoq etemisa, uy ishlarini qilamisa, siz uning tamog'ini etib, ishlarini qilib beramsiz. Oy, nädunda iş barken, kelin degenneçe xizmatimizni qilamdiki dep ekirimiz. Agar keliningizning kirimidan chiqimi ko'p bo'lsa, hamda pat-pat ota-onasining uyiga iqtisodiyatdan yordam bersa, uning qanday qaraysiz? Texim bolmaydi-da, undaqda uyimiz qurg'dilinib qolmamdi. Agar keliningiz tug'sa, oyda 5 ming oladigan xizmatingiz bo'lsa, xizmatingizdan kechib, keliningizning tug'dini qo'pirib, balasini beqib beramsiz. Xizmatim bo'lmasa, maaş almasam meni kim boqadi? Men dal ashundaq kelindim. Qaynapam meni kamsitmakda yo'q, eg'ir ko'ymay ish qilishni birdan o'rgatgan. Dadam ag'rib qolganda balni yetib kelib, maashim o'chaqda bak ozdi. Hammani bersam yetishmay, qaynapam o'zining yenidan pul chiqarib dadamni davolatgan. Men tug'ib yotgan vaqtimda qaynapam taq pensiyaga chiqmagan. 5 ming yuan maaş oladigan xizmatidan kechib, tug'dimni beqib, balamni hozirgacha beqib Keliningizni qizingizning o'rnida ko'rsangiz, u sizni o'z onasidek ko'rdi. Kelinning pozitsiyasini qaynonning muomalasi belgilaydi. Kelinning pozitsiyasini qaynonning muomalasi belgilaydi. 抖音